Har bir ustani o'zini bitta o'ta talantli shogirdi bo'ladi. O'sha o'ta talantli shogirdlardan bittasi akalar ko'rib turibsizlar, Zavat Qilichni ko'rib turibsizlar. Bu qanday rol aylanishi mumkin akalar? Ularga hayronda akalar ko'rib turibsizlar, klient hayron, traktorni tuzatishga olib kelgan, lekin rol aylanyapti o'rniga. Ko'ringlar akalar bu videoni oxirigacha ko'ringlar. O'ta komediya usta bu akalar. Bundan oldin skuterida tuzatgan videosini qo'yganman akalar. Ko'ryapsizlar, rolda qanday burish kerakligini ko'rsatib qo'yapti. Bu akamiz aslida traktorda shunchalik buzish uchun ham talant kerak-da akalar. Ikkita rol ikki yoqqa burilish uchun ham ancha-muncha narsa kerak-da akalar, ko'rib turibsizlar. Bu akamiz shuni uddalagan. Prosta miyasi sal neto ishlaydi xolos. Ammo lekin yaxshi, o'zlashtirish yaxshi shogird. Prosta oxirigacha bormaydi-da, ana ko'ryapsizlarmi? Поворотникni ishlashini ko'ryapsizlarmi? Необычный-da bu поворот ishlashi. Shunaqa shogirdlarga jo'natib qo'yamiz.